Assalomu alaykum hammaga. Armiyat zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Shehroz One People Sell YouTube kanali va navbatdagi obzor videoyimizda ko'rib turganimdan xursandman. Va'da qilganimdek bugungi videoyimizda Funded Next Futures va o'zi futureslar bozoriga sekin kirib kelishni boshlaymiz do'stlar. Bugungi videoyimizda boshida sizlarga aytib o'taman. Masalan, ekraningizda ko'rib turgan mana Funded Next Futures planlari haqida gaplashamiz. Undan keyin futuresda paralarni qanaqa qilib tanlaymiz, u haqida gaplashamiz. Consistency rule haqida to'liqroq gaplashamiz va futuresdan olingan akkauntni qanday qilib TradingViewga ulab ishlatamiz. Shu narsa haqida gaplashamiz va общий planda biz o'zimizda ishlaydigan forex prof firmalari bor edi, o'sha deylik FTMO yoki o'sha 5 years funding pips shungacha ishlab keldik va futures prof firmalari основной nega kerak, o'zi kerakmi degan narsa, ya'ni nima bilsam bu haqida polностью gapirib beraman. Faqat pointlar, kontrakt size'lari haqida bugun videoyimizda ma'lumot bo'lmaydi. Uni bemalol o'zingizlar YouTube kanaliga yozib 3-4 minutlik videolarda ham bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Atak boshqa hamma narsa, hamma mavzularga xudo xolisa bittalab to'xtalib chiqamiz do'stlar. Birinchi navbatda nima tushuntirib bermoqchiman. Qaranglar. O'zi futures bozori bizga nimaga kerak edi? Sodda qilib aytaman, futures bozorida ma'lum bir kapital bilan juda katta daromad qilib bo'lmaydi. O'zi futuresnida masalan biz o'zimizda joyda ishlab keladigan proplarimizda o'sha CFD Forex proplarida biz 10%, 8%, 7% daromad qilgan bo'lsak, biz bu narsani futures prop firmalari bilan qilishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Imkonsiz emas, lekin 2-3 baravar qiyin bo'ladi. Chunki o'ta consistency rule degan narsa bor. Ya'ni doim stabil bo'lish kerak. Unaqa bitta katta profit qilib qo'yib turib, sizga uni yechib bermaydi. Masalan, hozir yana video davomida batafsilroq tushuntiraman. O'zi futures kerakmi bizga? Shu haqida gaplashadigan bo'lsak, qaranglar. Shunaqangi narsaki, masalan, futuresda maksimal fokus bu yerda kapital kattaligiga qaratiladi. Ya'ni o'zi Funded Next Futures emas, boshqa futures prof firmalarini biznes modeli qanaqa edi? Siz 50 milliy akkauntni shunchaki olasiz, unga boshida pul to'lamaysiz, bor yo'g'i $50 to'laysiz, oyma-oy to'lab borasiz. Ya'ni qanaqa? Imtihondan o'tguningizgacha har oy uchun $50 to'lanadi. Va bu nimaga qulay? Bir oyda o'tgani yoki sal agressivroq ishlab bir oyda imtihondan o'tsangiz, sizga $50 ga prop tushmaydi. Yana bitta narsa bor, hozir tushuntiraman. $50 ga o'tdingiz propdan va propdan o'tganingizdan keyin propni pulini to'lang deydi. Ya'ni activation fee deydi. Akkauntni aktivatsiya qilish uchun alohida pul. U $150 atrofida pul bo'ladi. Lekin baribir qo'shib hisoblasangiz ham, siz bir oyda o'ta olsangiz 50 milliy akkauntdan, siz $200 evasiga 50 milliy shotga ega bo'lasiz. Lekin forex prop firmalarida bu $300 ga sizga aylanishi mumkin. Birinchidan arzonroq tushadi sizga futures va undan keyin futuresda mana forexda deylik. Forexda biz bilsak, masalan funding pips oladigan bo'lsak, 300 minggacha ham общий akkaunt beradi. Lekin shu imtihondan o'tish jarayonida va realga o'tgandan keyin ham bitta savdo g'oyasi bilan hamma akkauntingizda ocha olmaysiz. Ya'ni copy trading mumkin emas forex prof firmalarida. Futures shunisi bilan mashhurki, futures o'zidan 300 milliy olib turib, masalan 6 ta 50 mingtalik va nimaga 50 mingtalik? Bu haqida ham tushuntiraman. 6 ta 50 mingtalik olib turib, uni qandaydir zelkalarni kopiya qiluvchi programmalar yordamida siz bir dona 50 milliyni boshqarasiz va qolgan 250 milliga o'zi kopiya bo'lib turadi. Bunda olsangiz, qolgan 5 tasida ham ochilib ketaveradi. Va bu narsaga futures prop kompaniyalari qarshilik qilmaydi. Ya'ni copy trading mumkin. Mana bitta firmani o'zida. Ana endi buni yanada mashhur qilayotgan narsa nima? Prop firmalar aro kopiya qilsa ham bo'ladi. Masalan, oldin forexda ham bo'lardi, hozir vobshe olib tashlashgan u narsani.
kopiya qilish forex prop firmalarida prop firmani ichida o'zida mumkin. U ham menimcha Funded Nextda hozir men biladiganim. Masalan, 3 ta 100 million akkauntingiz bo'lsa, Funded Nextda siz bemalol uchalasini kopiya qila olasiz. Funding Pipsda qila olmaysiz masalan. Endi Funding Pips va Funded Next, Zephyrs va yana bitta prop oldim. Hammasini birga qo'shib kopiya qila olmaymanmi desangiz, mana o'sha paytda siz hammasini birga qo'shib kopiya qila olmaysiz. Futuresning akkauntlarni eng zo'r joyi ham shunda. Masalan, har bitta futuresning prop firma o'rtacha sizga 300 ming dollar, 400 ming dollargacha ham shotlar beradi. Endi tasavvur qiling, siz deylik o'sha 3 tasidan olsangiz 300 mingdan, 3 ta eng chotkisidan olsangiz 900 ming dollar kapital bo'ladi. Qaysi birdandir bitta ko'proq oladigan bo'lsangiz, sizda общий 1 million dollar kapital bo'ladi. Futuresning prop firmalar maksimal darajada kapitalni katta qilib, minimal darajada savdo qilib, ko'p foyda olish. Tushundinglar? Kapital katta, kam savdo qilasiz, lekin ko'p foyda topasiz. To'g'ri, imtihondan o'tayotganda bu narsa uchun sizga pul kerak bo'ladi. Imtihonni olish ham tekinga tushmaydi. Lekin deylik siz 200 ming, 300 ming dollar propingiz bor Forexda va siz uje ko'paytira olmayapsiz. Chunki kopiya qila olmayapsiz. Ko'paytirsangiz ham deylik siz har bittasini alohida savdo qilib chiqishingiz kerak. Forexdagi pulni olib turib, futureslardan akkaunt sotib olib turib, sizga hech kim boshida million oling demayapti. Masalan, shu 300 million olsangiz ham, shu oddiy 300 millionni ham nimasi qulay? Siz kopiya qila olasiz. Masalan 50 million oldingizda 6 ta. Bittasida ishlaysiz, 5 tasi kopiya bo'lib ketadi. Maqsad bu yerda ko'rayotganlaringizdek mana ekranlarda turibdi. Imtihonlar narxi arzon bo'lganligi sabab siz katta kapital yig'asiz, kichkina protsent uchun ishlaysiz, ya'ni 2%, 3% qilingiz payoutga berib yuborasiz. Nimaga? Chunki katta kapitalning 3% katta bo'ladi. Siz 100 million akkauntni 3% qilsangiz masalan, u nari borsa qancha bo'ladi? 3 ming dollar pul bo'ladi. Masalan, deylik 1 million yig'ib oldingiz. 1 million 3% 30 ming bo'ladi. Bu sizni maksimal darajada kam ishlash, ko'proq o'zingizga vaqt ajratish va monitor va grafik qaramligidan sizni qutqaradi. Buni o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shoshmanglar. Bu haqida batafsil tushuntirib beraman. Aytmoqchi bo'lganim bu siz Forexda muvaffaqiyatga erishganingizdan keyingi tashlaydigan qadam o'zi aslida. U shart emas. Aytmoqchi bo'layotganim, sizda masalan 200 ming dollarlik prop hali yo'qmi? Siz uni Forexda yig'avering bemalol. Funded Nextda o'zidan ham olsangiz bo'ladi. Bu kimga kerak? O'sha kapitalni kattartirmoqchi bo'lganlarga bu bir yoki ikkinchisi yo'q. Men kapitalim, mana Forexda men umuman kapitalim yo'q. Menga copy trading yoqdi va trading view o'zida ishlamoqchiman. deydiganlar bor, prinsipialniy. Menga copy trading bo'lishi kerak. Ya'ni men bitta 4 ta akkaunt olaman, bittasini boshqaraman, qolganlarni kopiya bo'lishi kerak. Alohida boshqarishdan charchadim deydigan odamlar. Mana marhamat, bemalol ishlasak bo'ladi. Logikasi shu. Bitta 100 million bundan olib qo'yib turib, ko'p pulni yechaman degan narsa yo'q bu yerda. Chunki bu yerda o'ziga yarasha turman, consistency rule va shunga o'xshagan yana qo'shimcha qonun qoidalari bor do'stlar. Shundaga ana endi boyaga aytganlarimni tushunib oldinglar. Futures'da siz arzonga bitta akkaunt olasiz, oylik to'lovi bo'ladi va o'tganingizdan keyin pulini sanaysiz. Yiqilsangiz nima bo'ladi? Siz oylik to'lagan 50 dollaringizga kuyasiz xolos. 200 ga kiymaysiz-da, yiqilsangiz ham. O'tsangiz o'tganingizdan keyin oladi. Tipa rastrочкаga o'xshaydi. Men akkaunt ol, o'tgandan keyin pulni berasan. Ungacha ham oylik sizdan 50 dollar masalan pul olishi bor. Ana endi Funded Next Futures shunaqangi yengillik qildi. Oylik to'lov qilmaysan. O'tgandan keyin pulini to'ladigan activation fee-ni ham olmaymiz. Bir martalik to'lov qilasan. Ya'ni biz o'zimizda ishlab kelayotgan joylari Forex Pro firmalariga o'xshab bittalik to'lov qilasiz bo'ldi. 3 oyda o'tasizmi, 4 oyda o'tasizmi, farqi yo'q. Futures bozori uchun yengillik bo'ldi. Kim uchundir plus, kim uchundir minus. Men uchun juda katta narsani o'zgartirgani yo'q masalan. O'sha bar masalan qarang. Mana men to'ladigan bo'lsak, qaranglar. 50 million narxi 199 dollar deydigan bo'lsak, o'sha masalan Top Step bu o'sha prop firma, unda ham 50 dollar to'laysiz, 150 dollar activation feesini to'laysiz. Общий 200 bot. Bu yerda ham shu 200 ga tushyapti. Top Stepni 2 oy davomida o'taman desangiz, 250 dollarga aylanib ketib qoladi. Chunki ikkinchi oy uchun 50 dollar ham oladi-da sizdan. Gap shunda. Unda kelinglar, biz nima qilamiz? Biz men o'zi futures nimaga kerakligini tushuntirib berdim deb o'ylayman bu bozorni. Ya'ni katta kapital, yana bir marta qaytaraman, katta kapital qilish maqsadimiz kamroq ishlash.
kichkina kapital bilan ko'p ishlagandan ko'ra va albatta katta kapital bilan kam ishlaganingizdan keyin o'zingizni modelingizni kutib bemalol ishlaganingizdan keyin sizda albatta win rate ham baland bo'lish ehtimoli yuqori, chunki bosim kamayadi. Tak, mikrofonni men qo'yib olaman va boshladik. Funded Next Futures tariflari haqida gaplashamiz. Bu yerda bizda ko'rib turganlaridek 25 milliy akkaunt, 50 milliy akkaunt va 100 ming dollarlik akkauntimiz mavjud. Original narxi 25 milliy akkauntga 129, 50 milliyiniki 249, 100 milliyiniki 449 dollar. Lekin hozir bilan yangi ochilgani uchun 50% chegirma beryapti. Va shu chegirmadan keyingi narxi 25 millilik akkaunt 100 dollar turadi, 50 milliy akkaunt 200 dollar turadi, 100 milliy akkaunt ko'rib turganinglardek 400 dollar turadi. Ya'ni har bittasida 50% gacha 50% o'rganim qaraydi. Uyalmasdan o'zim ham hayron qoldim. Neto aytmayman. 50 dollar. 50 dollargacha. Ya'ni 30% chegirma beryapti. 30%. 30% chegirmada. Yangi ochilgani uchun shunaqa chegirma e'lon qilishgan do'stlar. Albatta, Funded Next Forex-dagi qonun qoidalarga o'xshab, bularda ham faqat bularda bor bu narsa. Siz imtihondan o'tayotgandagi qilinayotgan daromadingiz bor, demo imtihon uchun qilinadi. O'shani ham 15% ni sizga beradi. Ya'ni 50 milliy akkaunt olsangiz 375 dollar ham sizga bonus sifatida qo'shib berishadi. 100 milliy akkaunt bo'lsa, albatta 900 dollar qo'shib berishadi. Bu juda ham приятный narsa. Endi основной tushunishimiz kerak bo'lgan narsalarimiz. Bu biz o'rganib qo'ygandek 8% daromad qilasan, drawdown bizda 10%, kunlik 5% degan narsalar emas. Bu yerda hamma narsa sal boshqacharoq. Tak, 50 milliy akkaunt haqida gaplashaylik sizlar bilan. Sababini xos tushuntiraman. 100 milliy 25 milliy olib tashlayman, faqat 50 milliyga fokus qilaman. Hamma 50 milliy akkaunt tashlaydi o'rtoqlar. Odatda bor bir xil traderlar 100 milliyda ishlashi mumkin. Futures ishlaydiganlar 50 milliy akkaunt tashlaydi. Nimaga? Chunki 50 milliy akkauntga o'tish osonroq bo'ladi 100 milliyga qaraganda. Va bu sizga yengillik deyishtirishi mumkin. Nimaga? Foizda baribir bir xil bo'ladi-yu deb, lekin bularning foizlari har xil. Qaranglar. Misol, profit target 2,5 ming va endi qaranglar. 50 milliy akkauntda kunlik loss 1200, maksimum loss limit, ya'ni общий drawdown mana 2,5 ming. 2,5 ming. Ko'rayotganingizda oradagi farqni qaranglar. 1200 kunlik, общийsi 2 baravar katta. 100 mingga qaraymiz. 2400 kunlik, lekin общийsi agar 50 milliyda 2 baravar katta bo'lganda qancha pul bo'lishi kerak edi? 4800 bo'lishi kerak edi aslida. Lekin ko'rayotganingizda общий loss limit, ya'ni necha foiz? 3% bo'lyapti. 3000 dollar bo'lyapti. 50 milliyga qaytaman. 50 milliyda общий loss qancha bo'lyapti? Akkauntdan hisoblaymiz. 50 milliydan 2,5 mingni. Qancha bo'lyapti? 5% bo'lyapti. 5%. 5% bo'lyapti. Uzun telefon bo'lib qoldi. Chalg'ida mazina. Endi tushundinglar, общий loss limiti anaqaroq. Kunligi ham 100 milliyda sal qiyinroq bo'lyapti o'tish. O'shaning uchun ham hamma nima qiladi? Hamma 50 milliy akkauntdan ishlaydi. 50 milliy akkaunt. Ko'rayotganimizda activation fee, ya'ni o'tganingizdan keyin sizdan hech kim yana pul so'ramaydi mana hech qaysi akkauntda. Hech qaysi so'ramaydi. Endi max positionga keladigan bo'lsak, 2 ta mini, 3 ta mini va yoki 30 ta mikro ocha olamiz 50 milliy akkauntda. Bu 50 milliy akkaunt uchun xavotir olmang, bu juda ko'p degani. Tushuntiraman, mini bilan mikroni taxminan masalan 10 baravar kichkina deb olsak bo'ladi. Masalan 1 lot bor, 0.10 bor. To'g'rimi? 1 mini deydigan bo'lsak, sizda 10 mikro. Tipa shunaqa to'g'ri keladi. Uni aniq kalkulyatsiyasi tik pointlarda yurganda har bittasiga necha dollardan hisoblaydi, unisini men ichkariga kirib o'tirmadim. Bemalol YouTubedan kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Va nimaga mini mikro? Minini o'zida ishlaymizmi, mikroda ishlaymizmi deydigan bo'lsak, bu yerda bitta narsa bor. Masalan, deylik, minini o'zida ishlaydigan bo'lsak, mini kattaroq hisoblanadi. Bir mini ochdingiz, bitta kontrakt.
Endi qarang. Ishlayapsiz, yarmini yopa olmaysiz buni. Kerakli nuqtaga kelganda. 0.5 ni yopib 0.5 ni usha olmaysiz. Bu lot emas. Siz 2000 ni yopib turib, birini yopib olasiz. Tushundingizmi nima demoqchiligim? 2000 ni buy oldingiz, take profitga ozgina qoldi, birini yopib, birini uchisi bo'ladi. Lekin siz 5000 ni oldingizda 2.5 ni yopa olmaysiz. Yo 1, yo 2, 3, 4 butun yopasiz xullas. Xo'sh, bir ochganimdan keyin yarmini qanaqa yopsam bo'ladi? O'shaning uchun ham sizga mikro kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham sizga mikro kerak bo'ladi. Ya'ni 1 mini ochmanda, masalan 5 mikromi, 10 mikromi ochdingiz. 10 mikro ochganingizdan keyin, ya'ni shu teng bo'ladi. 10 mikro ochganingizdan keyin ana endi yarmini yopa olasiz. Qancha yopasiz? Shunda ham siz mikroni bir olsangizchi. Mikroni birini ham yarmini yopib bo'lmaydi. Prosta mikro juda kichkina hisoblanadi. Shuning uchun bir mini olgandan ko'ra 10 mikro olib turib, mana joyiga kelganda siz mikroni 5 ni yopib olib, 5 ni ushlasangiz, xuddiki lotda yarmini yopgandek bo'lasiz. Tushundingizmi? Mana o'shaning uchun mana bu narsalar o'sha narsalar deganim. O'shaning uchun kerak. Bularni ham hozir ko'rsataman. Tanlayotganda mikro yo mini qilib tanlamaysiz. O'zini отдельный grafiki bo'ladi. Mikro kattasi savdo qilmoqchi bo'lsangiz boshqa grafikda, o'sha mikroda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kichkina lotlar bilan deylik, bizning tilda. Sizlarga tushunarli bo'lishi, lekin lot emas u, vashi boshqa tema. Kontrakt olasiz. Boshqa anaqa deysiz, grafikda ishlaysiz. Hozir o'sha narsani ko'rsataman. Bu yerda eng qizig'i brokerlar bo'lmaydi. Primoy liquidity provider bilan primoy bozordan beriladigan narx bilan ishlaysiz. Brokerlar, slipichlar, teparoqdan ochib yubordi degan narsalar bo'lmaydi. Spread bo'ladi, конечно, но unaqa biz o'rganib qolgan narsalar bo'lmaydi. Consistency rule. Mana shu eng futures'i o'sha bizlar bilan forex firmalaridan farq qilib turadigan tomoni ham shunda bo'ladi do'stlar. Buni haliroq tushuntirib beraman sizlarga. Reset fee agar akkaunt o'sha oqishga juda ham yaqin qolganda, ili oqib ketib qoladigan bo'lsa, 10% chegirma bilan o'sha qaytadan yana akkauntni pul to'laysiz. Mana bu pulni to'laysiz. Ya'ni shu 10% kamroq to'laysiz. Funding Pipsda ham bo'lardi. Akkaunt oqizib qo'ysangiz 10% chegirma beramiz derdi-yu. Bunda reset xuddi o'sha narsa. Tak, va albatta futures bozoriga o'sha ma'lumotlar ko'p tashlayman. Основной bizga beradigan narsalar Telegram kanalida bo'ladi. O'shaning uchun описаниеda, mana shu YouTube videoni описаниеda Telegram kanalini qoldiraman yoki именно mana shu Funded Next Futures'ni buni o'sha Forex Pro firmasi ham bor, anchadan beri. Bunga obzor ham olganman. Uni ham videosini mana shu videoni tagida описаниеda qoldiraman. Kerakli linklarni hammasini qoldiraman. Xullas bemalol o'tib tanishib chiqsanglar bo'ladi do'stlar. Tak, bizga berayotgan tariflar shulardan iborat. Mana profit target haqida aytman. Mana shu profit targeti 2.5 ming bo'lyapti. Mana profit targeti bizda qancha bo'lyapti? 2.5 ming, ya'ni 5% profit targeti. 100 mingniki 6 ming. 100 mingni ham profit targeti balandroq, ham anaqasi ham kamroq. Loss limiti ham kamroq. O'shaning uchun ham hech kim ishlamaydi 100 ming deydi. Pashti 50 mingda ishlaydi hamma. Shunaqa gaplar. Tak, tushundinglar degan umiddaman. Endi pastga tushadigan bo'lsak, yana nimalar taklif qilyapti o'zi bizga? Tak, ajoyib narsalar bor. Yana bularni guaranteed rewards. Ya'ni bu degani bizda agar o'rtacha 5 soat ichida beradi-da. Bunaqa payoutlarni 24 soat ichida sizga payoutingizni bera olmasak, biz sizga $1000 qo'shib beramiz, deyapti. Men o'zim bunaqa holatga tushmaganman. Meniki 5 soatga qolmasdan tushgan. To'g'risini aytsam, bir kun kutib turardim $1000 ko'proq olish uchun. Unaqa narsa bo'lmadi hali. Tak, boyaga aytganimda imtihondan o'tilayotgandagi qilingan foydadan 15% ham beriladi. Ko'rib turganinglardek. Va best trading platforms. Biz platforma deganda nima tushunamiz? MetaTrader tushunamiz. C-Trader tushunamiz, MatchTrader tushunamiz, TradeLocker tushunamiz. Shu kungacha shu One People kanalida aktivni gaplashib ishlatib kelgan platformalarimiz futuresda ular juda ko'p. Va ularning основнойлaridan 3 tasi o'zi mana ko'rsatib qo'yilgan. Bizga keragi o'sha TradingView, NinjaTrader va TradeAway. Biz nima qilamiz?
Tradeweight yo Ninjadan ikkalasidan bittasidan shot ochib, TradingView ga ulaysiz. TradingView o'zini tanlab ochmaysiz. Siz mana ikkalasini tanlab, bularni ulaysiz TradingView ga. Biz ishlaydiganimiz Tradeweight bo'ladi. Tradeweight platformasini o'zida savdo qilmaymiz. U juda anaqa tushunarsiz bo'lyapti, o'zim ko'rdim. Savdo qilsa bo'ladi, bo'lmaydi emas. No TradingViewda o'zingiz ham analiz, ham savdo qilishga baribir yetmaydi. O'sha narsani bugun albatta qanaqa qilib Tradeweightdan olib, bitta o'zini joylari bor, o'shalarni polnis ko'rsaman. TradingViewga qanaqa bo'lib bemalol savdo qilsalar bo'ladi. Keyin tak, shu 3 ta platforma bizda. Endi boyaga aytgan narsam, grafiklar bo'yicha почти bir xil grafiklar. U xavotir olmanglar. Ko'pchilik boshqacha bo'ladi yo ozgina tam pilkada farq qiladi. Narx albatta bularda tiniqroq bo'ladi. Chunki bu da broker yo'q. Wanda forex.com qaysi birida ishlayman, qaysi birini tanlayman degan narsa yo'q. Primoy bir dona hammaga, butun dunyoga bitta grafik TradingView shunda o'ylaysiz, hech kimdir shpilkasizniki, sizni grafikingiznikidan baland, past, menikini stopini urdi, senikini urmadimi degan narsalar bo'lmaydi. Hammaga bitta grafik. Tak, mana o'zi mana yerda qidirishga kiradigan bo'lsak, biz futures bo'limida savdo qilamiz. Futures bo'limida savdo qilasiz. Mana o'sha E-mini Nasdaq, Yes, mana NQ bor, MNQ bor. Boyaga aytgan narsa mana shu yerda farq qiladi. Mana bu yoq tarafda men o'zim ishlaydiganlarim spiskasi. Men tillada ishlayman. Bu yevroniki, bu funtniki, ikkalasi ham Nasdaq, narx ham bir xil ko'rib turganinglarda. Bu yerda prikol nimada? MNQ kichkinaroq ob'yom bilan ishlayman desangiz, MNQ da ishlaysiz. NQ da shu bitta kontrakt bilan ishlayman desangiz, NQ da ishlaysiz. Katta ehtimol bilan 50 millida ishlayotgan bo'lsanglar, men albatta sizlarga MNQ ni ochishni maslahat beraman. Yo'lda bo'lib yopishga ham juda ham udobli. Masalan, 2 ta yoki 3 ta kontrakt olib ishlamaysiz hech qachon. NQ ni o'zida 50 ming akkauntda u katta bo'lib ketadi. Chunki bizning stopimiz men kichkina bo'lmasin, baribir bu katta ob'yom degani. Katta, juda katta degani. O'shaning uchun ham masalan juda katta deganda premja vahima qilibdi demanglar. Bir ochib ishlasangiz bo'ladi, lekin u 3-4 ochmaysiz. Juda katta bo'lib ketadi. O'shaning uchun MNQ da ishlab turib, o'sha yerda masalan 10 ochib ishlab turib 5 ni yopib shunaqa qilib ishlasangiz bo'ladi. O'zi men sizga maslahat beraman. Nima qilish kerak? TradingViewga kiringlar-da. TradingViewni pastidan tortganda brokerlar chiqib keladi. O'sha yerda brokerlarni tanlab turib, Capital.com ni tanlab o'sha yerdan demo ochinglar. Birinchi buni sotib olishdan oldin demo ochib turib, futures bo'limiga o'tib turib, mana manbalarda savdo qilib ko'ringlar. Mana bunda ochib ko'ringlar kirib, mana bunda ochib ko'ringlar, o'zingizlar farqini sразу sezasizlar. O'zi TradingView platformasi bilan primoy savdo qilayotgan paytda ochdi, yopdi, limit qo'ydi, yarmini yopdi, o'rganish kerak u narsani. Endi qiyin emas, baribir hamma ham ishlamagan u narsada. Sразу shot olmaydi. U shotni olishdan oldin iloji boricha kirib, o'rganib, daskanalni tushungandan keyin tirs kirib shotni olasiz. NQ, MNQ bilasiz hamma narsani. Hamma narsani bilasiz. Sразу olmaydi, birinchi o'shani o'rganish kerak. Mana tushundiga boshqa gaplar. Mana Mamutdan anaqasini ham tanlash kerak bo'ladi. Qaysi oylik mana strelkacha turibdi Mamutda. O'sha strelkachadan ham tanlaysiz. Mana buni yopib turadigan bo'lsak, mana Mamutdagi strelkacha bor, mana strelkacha bor. Shu yerdan qaysi oy xos savdo qilinayotgan bo'lsa, o'shani tanlab, o'shanda savdo qilamiz, do'stlar. Bu hozir mana men fokusimga ko'rayotganingizdek, yevro, funt hammasi почти bir-biriga o'xshash. Juda kichkina farq. O'sha narsa, o'sha funt, o'sha miximiz, o'sha buy side'is hamma bir xil hech nima o'zgarmadi. Shunchaki CFD'dan futuresga o'tdik xolos. Ozgina platformalarda, lotlarda farq bor, unaqa katta farq yo'q. Asosiy farq consistency ruleda, ya'ni boyaga aytganimdek. U ham o'zi asli sizga plyusga ishlaydi. Nimagaligini pastroq tushuntirib beraman. Endi deylik akkaunt sotib oldim. Akkaunt sotib olganingizdan keyin emailingizga sizga bitta login, bitta parol keladi. U login paroli Tradeweight bo'ladi. Endi Tradeweight tanlab sotib olasiz. Mana bu Tradeweight deb kirsangiz, siz programmasi ham bor, onlayn kirsangiz ham bo'ladi saytiga. Saytiga onlayn kirganingizdan keyin sizdan username va parol, emailga fundednek sizga jo'natgan parol, login parolni yozib kirasiz. Uni yozganingizdan keyin Tradeweight sizdan bir qancha ma'lumotlaringizni so'raydi. Ya'ni bu yerda u narsalarni men screenshotini qo'ya olmadim, chunki men to'ldirib bo'lganman. Shunchaki nimani so'raydi? Tug'ilgan kun, ism, familiya,
adres, telefonni nomer, ozgina so'raydi, o'sha kerakli ma'lumotlarni kirgizasiz. Chista bu platforma so'raydi. Unaqani 1-2-3 kun ish kunida ko'rib chiqamiz demaydi, joyida. 1 sekundda hal bo'ladi bo'ldi. Xo'sh, loginni bosganimizdan keyin bizdan mana bu oynacha chiqadi. Access simulation deb bosasizlar. Buni bosganinglardan keyin sizda kattaroq bo'ladi platforma. Nima ozgina joyini screenshot qildim. Imенно mana shu platforma sizni akkauntingiz, sizni balansingiz xolasiz. Shunda trade qilsangiz ham уже bo'laveradi. Lekin albatta bu yerda odatda ko'pchilik TradingView'da savdo qiladi. Order failed degan ovozlar chiqadi. O'sha narsani qilib savdo qilaman deganlar bo'ladi. Va bizning keyingi qiladigan nima? Mana bosganimizdan keyin, mana grafikka o'tganimizdan keyin biz qiladigan ishimiz o'ng taraf tepada mana bu knopkacha. Mana shu knopkachani bosasizlar. Bu knopkani bosgandan keyin sizlarda mana oyna ochiladi. Mana oyna ochiladi, mana shu oyna ochiladi. Mana shu oyna ochilgandan keyin siz Ads on bo'limiga o'tasiz. Ads on bo'limiga o'tganingizdan keyin sizda mana bu TradingView bo'limi chiqadi. Mana bor, TradingView. Siz active bosasiz. Ko'k bo'lib turadi-da, ya'ni activate bo'lib turadi. To'g'rirog'i siz activate deb bosganingizdan keyin u active ga o'tib qoladi. Endi siz nima qildingiz? Siz Tradewate akkauntingizni TradingView'ga bog'lashga Tradewate o'zidan kirtirib ruxsat berdingiz. Tushundingizmi? Buni qilib bo'lganingizdan keyin sizda mana bunaqa holat. Siz mana pastdan tortib, men aytayotganim mana boyaga aytgandim. Capital.com bunga kirib boshqalardan ham otsa bo'lar balki. Capital.comga kirib demo ochib, ozgina 100 milli demoni ochib yoki 50 milli necha pul shot olmoqchi bo'lsangiz, o'shanaqa o'sha amountda shot olib targ'ibot qilib ozgina trenorovka qilish kerak. Uni qilganingizdan keyin nima qilasiz? Siz hamma narsani Tradewate kirganingizdan keyin sizdan mana siz demo bo'limini tanlaysiz va siz shu boyaga mana Tradewate'ga tiqdingiz-ku, emailga kelgan login parolni tiqasiz, connectni bosamiz va sirazi ulanadi va sizda nima ko'rinadi? Sizda accountingiz ko'rinadi, sizda account balance, equity, pastroqqa o'tsak mana bu account summary bu tarixlari, ochdi, yopdi, общий kun necha pulga yopildi, sudim. Xullas siz o'sha TradingView o'zidan mana o'zi bilan o'sha savdo qilib, mana shu stop loss, take profit qo'yib ishlayverasiz. Tushundingmi? Stop loss take profit bo'yicha ham boshqacha bo'tdi. O'zi siz buy ochganingizdan keyin siz yopishingiz uchun close degan narsa yo'q bo'tdi. X yo'q. Siz bir kontrakt buy oldingiz, narx yurdi, uni yopishingiz uchun bir kontrakt sell ni bosasiz. Tushundingizmi? Ya'ni buy yopish yo'li sellni bosish. U sell ochib yormaydi, o'ylamang. Sizda bir buy ochiq turgan bo'lsa, sellni bossangiz, u sell olmaydi bu yerdan. Ochig'ingizni yopadi. Tushundingizmi? Yoki siz mamlatdan kirib qo'ydingiz, take profit qo'ymoqchi bo'lsangiz, tepaga sell limit qo'yasiz. Ya'ni buy bir lot buy oldingiz, mamlatga bir lot sell limitingiz, sell limit. Shunda u take profit rule. Ya'ni bozorda o'zi men tushuntirib bergandim bolalarga ham, qayerdadir esimda yo'q, YouTube'da gapirganmanmi yo'q. Bozorda zelkani yopib bo'lmaydi. Forex bozorda ham siz buy ochingda yopib ko'ring, sell bo'lib ketib qoladi. Sizga ko'rinadi, sell chiqadi. 001 buy yoping, shunda u 001 sellni yozuv chiqadi 1 sekundga yopilayotgan oynachada. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Siz sotib olishingiz kerak-da, qo'lingizdagi. Masalan, siz sotib oldingiz, mana bu yerda tepada kimgadir sotib olasiz. Tushundingizmi? Shunaqa qilib yopasiz. Sell olsangiz teskarisi. Pastga tushganda bir lot buy olsangiz, tepadagi zilkangiz yopiladi. Ya'ni X knopkasi yo'q-da. Shunaqa qilib yopasiz. Endi shu narsalarni o'rganish kerak. Shu narsalar farq qiladi, do'stlar. Va ana endi sizlarga oxirgi tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsa, bugun bizda consistency rule. Birinchi imtihondan boshlaymiz. Chunki imtihonniki realligidan farq qiladi. Consistency rule jaydari tilda aytganda, siz общий qilgan foydangiz va общий qilgungacha har kuni foyda qilib kelasiz-ku. Общий qilgan foydangizdan har kungi qilgan foydalaringiz 40% dan katta bo'lishi kerak emas. Masalan, $10,000 foyda qildingiz bir 7 kun, 8 kun ichida. 10,000 ni 40% sizlarga savol nech pul bo'ladi? 10,000 ni 40% $4,000 bo'ladi. Demak, siz dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba, o'sha hafta kunlari siz har bir kuningiz 4,000 dan kam yopilishi kerak. Shunda siz consistency rule'ingiz 40% atrof, ya'ni siz
40% stabillikda yuribsiz degani. Tushundingizmi? 10.000 foyda qildingiz, o'rtacha sizni kunlaringiz 2.5 1.800 farqi yo'q. 4.000 gacha 4.000 dan pastda bo'lsa, shunda siz 40% consistency rule ni to'g'ri bajaryapsiz degani. Ya'ni siz 5.000 foyda qilib qo'ydingiz, to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa holatlarda ham nima bo'ladi? Ko'p qilib qo'yishim mumkin-ku desiz. Mana qarang, imtihonniki sal boshqacha. Birinchi imtihonnikini tushuntiraman. Men sizlarga hozir общий consistency rule nimaligini tushuntirdim. Endi imtihonnikini qaranglar. Imtihonda shunaqa qilinadiki, profit targetingni 40% dan oshirmagin har bitta kuningni deydi. Endi profit targeti keladigan bo'lsak, bizda profit targetimiz ko'rib turganimizdek, mana bu yerda yozib qo'yibdi 2.5. Xo'sh, 2.5 profit target. Endi 2.5 profit targetni 10% qancha bo'ladi? Sizlar savol. 10% $250 bo'ladi. $250 bo'ladi. Men osonroq hisoblashni ko'rsataman. Endi bizga 10% emas, qancha kerak edi? 40%. Chunki consistency rule bizda limit 40% turibdi. Fundednex belgilagan. 40% bizda bo'ladi, $1000 bo'ladi. Demak, bu nima demoqchi? Shu imtihondan o'tish mobaynida sani bir kunlik foydang, kun yopilayotganda hisoblaydi u narsa. Bir kunlik foydang 40% dan o'tib ketmasin. Ya'ni $1000 dan o'tib ketmasligi kerak deyapti. 2.5 ya'ni siz 2.5 ni qanaqa qilasiz? Siz bugun 999 qilishga haqqingiz bor xullas. Siz 900 da yopdingiz bugun kunni, ertangi kunni ham 900 da yopdingiz. Sizda shunda $1800 foyda bo'ldi. To'g'rimi? Va siz qaysidir kuni kelib, siz $700 daromad qilib qo'ysangiz, shunda 2.5 ni yig'asiz-ku, 1000 dan oshirmagan, siz mana 900 qilsiz shart emas. 500 1000 gacham liboy summa mumkin. 780 farqi yo'q. 1000 gacham shunaqa qilib olib borib, shunaqa o'tasiz. Ya'ni eng tez yo'li, imtihondan o'tish eng tez yo'li 3 kun bo'ldi. 3 kunga baribir cho'z, 2 kunda o'ta olmaysiz. 1250 dan qilaman desangiz 2 kunda o'tishingiz mumkin, lekin 40% dan baland bo'lib ketib qoladi. Demak, 3 kunga avtomatik cho'ziladi. Tushundingizmi? Mana shuning uchun ham shunaqa qiyin tomonlari bor demoqchiman. Lekin bunday o'ylab qarasak, bu normal narsa. Masalan, 2% o'zi 5% profit target. 5%. To'g'ri, bittada 5% qilib o'tishga qo'ymayapti. Bir xil firmalar bor, ruxsat beradi. Adashmasam, My Funded Futures ruxsat beradi shu narsaga. Bugun biz siz bilan Fundednex haqida gaplashamiz. Menga kerak emas masalan. Menga kerak. Katta kapital boshqarib, o'tdan kam ishlayman degan odam uchun kerak emas bu narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, muammo emas bu narsa. Muammo emas. 2.5% bo'lyapti. Shunda consistency rule bir kunga. 2% ham bo'lmayapti. 2% bo'lmayapti. 2.5% bo'lmayapti. Uzr, 2% ham emas demoqchi edim. 2% $1000 bo'layotgan bo'lsa, 1.8 qilib chiqib ketavering degani. Va bu narsa bizda faqat imtihonda bor. Imtihonda bor. Imенно consistency rule realda ham bor. Sal boshqacha, hozir tushuntirib beraman. O'sha realda siz ko'proq foyda qila olasiz. Bu imtihondan o'tish uchun faqat savol. Tak, what happens if profit exceeds 1000? Ya'ni qilgan daromadim uzr, ovozim sal pastroq ishlab qolgan bo'lsa, mikrofondan uzunlashib ketib qoldim. $1000 dan oshib ketsa-chi, masalan 1200 qilib qo'ysamchi? Deyapti, zo'r savol. 1200 qilib qo'ygan bo'lsang, sani общий ham 2.5 ming o'zgaradi deyapti. Endi buni biz 3000 ga chiqarib qo'yamiz deyapti. Endi 3000 ga chiqqungacha ham 40% ushab olib chiq deydi. Ya'ni siz o'zingizni profit targetingizni cho'zib qo'yasiz. Shuning uchun o'tayotganda bu narsadan oshirib olmang. Tushundingmi? Tak. Endi biz nima qilamiz? Endi biz anaqaga o'tamiz. Real funded account ga o'tamiz. Funded account videoni boshida tushuntirib berdim-ku, shunaqa hisoblaydi. Consistency rule. Ya'ni bu yerda уже menimcha sizni cheklamaydi. Shunchaki общий daromadingiz bilan anaqani hisoblaydi. Ya'ni har bitta kuningizni общий hisoblaydi. Masalan, bo'lishi mumkin 5 million 50 million akkauntda siz $10,000 foyda qildingiz. $10,000 va 5 kun savdo qilishingiz kerak. Aytgan tushunayotib ketdik, 5 kun minimum savdo qilish kerak. Deylik $10,000 qildingiz. $10,000 qildingiz. Endi
$10,000 qilayotganingizda, masalan, 10,000 общий qilib qo'ydingiz. 50,000 ni 60,000 qilib qo'ydingiz deylik. Sразу siz 10,000 dan 40% ni hisoblab oling. 10,000 dan 40% ni hisoblab oling. Shunda 10,000 dan 40% bizda bo'ladi $4,000. Shunda siz shu 10,000 ni qilib kelgungacha savdo qilgan kunlaringiz eng ko'pi 44,000 dan ko'p yopilmagan bo'lsa bo'ldi. Masalan, 3,400 yoki 3,900 dan ham 5 kun qilsangiz ham farqi 40% dan oshmasa bo'ldi. Ya'ni 4,000 dan oshirmasangiz bo'ldi. 2,700 qilib bo'lib shuni 10,000 ga olib chiqdingiz deylik. Har kun savdo qilib, bir kun minus qilib, bir kun plyus qilib 10,000 ga olib chiqdingiz. To'xta, buni общий foydasi 10,000 ekan deydi. Savdo qilgan kunlarni ochchi deydi. Savdo qilgan, endi soddaroq tushuntiryapman-da, qanaqa hisoblanadi. Savdo qilgan kun, birinchi kun 4,000 dan oshirmabdi, ikkinchi kuni oshirmabdi, uchinchi kuni oshirmabdi. Oshirmabdi вообще 40% dan. Молодец, pulingizni beradi. Savol oshirib qo'ysachi. Realniy akkauntda oshirib qo'ysa nima bo'ladi? Realniy akkauntda deylik, qaysidir kuni 6,000 qilib qo'ydingiz. 6,000 qilib qo'ydingiz siz 6-kuni ham savdo qilishingiz kerak. Shunda siz 6-kuni ham mana bu kuni 6,000 qilib qo'ydingiz. 6,000 o'ta olmadi turadi. Siz shunda nima qilasiz? Общий daromadingizni ko'paytirishga majbur bo'lib qolasiz. Общий daromadingizni hisoblaysiz, matematika qilasiz, 13,000 ga olib chiqsam, 13,000 ga olib chiqsam va 6,000 dan oshirmagan holda, endi общий mana shu 6,000 dan eng katta kuningiz 6,000 bo'lib qoldi-ku. Siz yana shu 4,000 mi ertangi kuni, indingi kuni keyin 2,000 qilsangiz, shunda mana bu 10,000 emas, deylik 16,000 bo'ldi. 16,000 bo'ldi. Endi 16,000 dan hisoblaylarchi, masalan, 6,000 40% chiqadimi yo'qmi? Shunday qilib hisoblaydi. Masalan, 40% dan o'tib ketib qolsa, shunchaki daromadli kunlarni ko'paytirib, общий foydani ko'paytirib qo'yasiz. Tushundingizmi? Ya'ni bu degani siz ketaverasiz degani. Ya'ni sizni hech kim cheklamaydi foyda qilayotganda. 40% dan ushab yuring bo'ldi. Bittada 30,000 qilib yubormang 50,000 akkauntga. 3,000, 4,000, 2,000, 3,000, 4,000 bir-biriga yaqin kunlar bilan yopib xohlasangiz 30,000, 40,000 qiling, hech beradi. Bizda forex o'rganib qo'yganmiz-ku, biz nima qilamiz? Bitta ochamiz, shu bilan ishlaymiz. 10,000, 15,000 bir kun yechib beradi. Bu bunaqa narsa yo'q. Boyaga aytganimdek 600,000, 700,000 kapitalga ega bo'lib 2%, 3% mana bu consistency rule ichida o'zingizni komfortni his qilib yechib yuraverasiz. Maksimal darajada katta depozit, kam monitorni oldida vaqt o'tkazamiz, juda ham kichkina prosentaj yechamiz, lekin o'sha kichkina prosentaj ham depozit kattaligining hisobiga bizga juda ham yaxshi daromad beradi, do'stlar. Xullas, shunaqa gaplar. Bunda mana men o'zim hozir 5 ta yo 6 ta 50,000 akkaunt oldim. O'sha mana $300,000 bo'lgan bo'lsa, o'sha sekin-sekin men buni o'tib olganimdan keyin men top stepdan ham qo'shib olaman. Top stepdan qo'shaman va My Funded Futuresdan qo'shaman. Futures Pro firmalardan 50,000 akkauntdan nechta bersa qo'shib keturmoqchiman va shunaqa qilib masalan ertaga 1 millionga olib chiqib oladigan bo'lsangiz, men bu 40% ko'plik ham qiladi sizga. Bunga yaqinlashmaysiz ham. Nimaga? Chunki qaraysiz 3% qildingiz deylik. 1 milliondan 3%. 30,000 men chiqarib olardim. Sizni bilmayman. Men chiqarib olardim, nima qilaman? Shunaqa qilib xohlasangiz ko'proq qiling. Eng qizig'i bu yerda uje profitni aniq qilmaydi. Hech qachon sizga bermaymiz demaydi. Nimaga? Chunki siz uje bularni realniy pul bilan savdo qilishni boshlaysiz, realga o'tganingizdan keyin. Lekin u yerda mayli, men buni ham tushuntirib ketib qo'ya qolaman. Yana bitta narsa bor. Buni o'chirib o'tirmayman-da. Qaranglar, bitta narsa bor. Buffer zone degan narsa bor. Siz trailing drawdown degan narsa bor. O'shani ham tushuntirib ketib qolaman. Qaranglar. Trading drawdown degani sizni общий просадка уровень bor, ko'tarilib qoladi foyda qilganingizdan keyin. Realda ham shunaqa bo'ladi. Unaqa payt nima qilinadi? Masalan, 50,000 account oldik. 50,000 account. Tak, уже foyda qilganingizdan keyin, masalan, sizda hozir общий max daily общий overall loss degan narsa bor-ku. Общий overall lossimiz 50,000 akkauntda bizda qancha edi? 2,5 mingda. Da, maximum loss 2,5 ming edi. Qaranglar. 2,5 ming. Siz 2,5 ming yo'qota olasiz, to'g'rimi? 2,5 ming yo'qota olasiz, realga o'tdingiz, 2,5 ming siz plus qildingiz. 52,500 bo'ldi.
depozitingiz 52.500 bo'ldi. O'sha paytda sizni общий yo'q, mana zararingiz sizda получается 47.500 turadi-yu, to'g'rimi? 47.500 dan yuqoriga ko'tarilib ketib qoladi. Ya'ni уже 50.000 turadi. 50.000 turadi. Ya'ni u mana shu 52.500 dan siz 2.5 yo'qotsangiz, уже сразу общий loss rewarding deydi. Ya'ni 47.500 gacha bo'lmaydi endi, ko'tarilib qoladi. Faqat ko'tarilganda ham maksimum 50.000 gacha ham ko'tariladi. Undan u yog'iga foyda qilsangiz 50.000 ko'tarilib ketavermaydi. 50.000 gacha shuning uchun mana 2.5 ni traderlar buffer zone deydi. Mana shu 2.5 ni yechmaydi. Chunki 50.000 ga уже akkaunt tushishi kerak emas. Siz nima qilasiz? 52.500 dan tepasini VIP yechaverasiz. Deylik, $50.000 depozitni men deylik 82.500 qo'ydim. Hisoblash oson bo'lishi uchun aytdim, vaqt yo'qotib. 82.500 bo'lganda, shunda ustidagi farq 32.500 bo'lyapti, to'g'rimi? Siz daromadingiz. Siz 32.500 yechmaysiz, siz 30.000 yechasiz. Ammo sizni daily общий lossingiz 50.000 ga taqalib qolgan-ku, 2.5 qoldirib qo'yaverasiz. Savol 2.5 qoldirmasamchi, 500 qoldirsamchi bo'ladi, lekin keyin 500 dan olib chiqa olasizmi tepaga? O'shani hisoblang. Chunki bitta 50.000 ga tushsa bo'lib qo'yadi. Shuning uchun hamma siz eng qizig'i nima qilsangiz bo'ladi? Yanada risk kamaytirib, mana bunaqa holat balans turibdi, 30.000 yechmang, 10.000 yeching. 10.000 yeching. Sizda 3 ta akkaunt bor-ku, 30.000 bo'ladi. 10.000 yeching. Shunda sizda qancha qoldi? 72.500. 72.500 bilan dars savdo qilaverasiz. Keyin bundan yana yetsangiz ham bo'ladi. Xullas 50.000 ga olib kelmang, qaytarib bo'ldi. Qancha yechasiz, nima qilasiz, u sizning ishingiz. 50.000 ga qaytarib olib kelmasangiz bo'ldi. Yana bitta narsani tushuntirib o'taman. 52.500 bo'lganda 2.500 ni srazu yetsangiz, bu yerda balans 50.000 ga tushib qoldi deydi, real akkauntingizni yopib yuboradi. Pulingizni beradi, faqat real akkauntni yo'qotib qo'yasiz. Ya'ni full mana siz daromadingiz o'zi, lekin sizga aytadi, nega buffer zone qoldirmayapsan? Mana daromadni qilganingdan keyin seni общий lossing 50.000 ga ko'tarildi-ku, sen 2.5 ni yechib yubording. Shunda balans 2.5 yechgandan keyin 50.000 qoladi, urib qo'yadi-yu lossni. Yechayotganda 50.000 ga qarab yechib bo'lmaydi o'zi. O'shaning uchun nima qilish kerak? 2.5 turadi. Siz mana 2.5 bo'lishi shart emas bu. 2.5 bo'lishi shart emas. Masalan, 50.000 ga depozit oldingiz, deylik 55.000 qilib qo'ydingiz. Sizni bitta maqsadingiz qaytib shuni 50.000 ga tushirmaslik. Endi sizda общий loss limitingiz qancha bo'lib turibdi? $5.000, ya'ni 10% bo'lib turibdi. Siz 50.000 ga qaytarmang bo'ldi. Mana shundan xohlang 4.000 yeching, 3.000 yeching, 2.000 yeching, farqi yo'q. Prosta iloji bo'lsa doim 2-3 mingcha zapas qoldirib qo'ying. Men o'zim plan qilayotgan narsam, agar 55.000 bo'ladigan bo'lsa, men 2.000 ni yechib olaman. 2.000 ni yechib olaman-da, men doim balansimda 53.000 ni ushlab yurmoqchiman. 52.500 ushlaydi o'zi ko'pchilik. Men 6% ushlamoqchiman. 6% menga yetadi. Chunki minus qilishinglarni ham hisobini olinglar-da. Tushuntirib bera oldim bu narsani deb o'ylayman. Savollar bo'ladigan bo'lsa, yana yozasizlar, xudo xolasa gaplashamiz. Boya aytganimdek, ko'proq ma'lumotlar Telegram kanalda. Men uni hamma kerakli linklarni video opsiyasiga qoldiraman. Video cho'zilib ketdi. Tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shundan iborat edi. Hozir o'sha 30% chegirma ketyapti. Coupon kod degan joyi bor. Coupon kod degan joyiga 1 people sell sotayotganda 1 people sell deb yozsanglar, menda referral kodim ishlaydi. Hatto bu shu qilingan video uchun mini donat bo'lib ketadi da. Xursand bo'lamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Like va podpiska. Обязательно podpiska qilib qo'yinglar YouTube kanaliga. YouTube kanali o'sishi kerak baribir. Yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, bo'lishib boraman. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.